Navbatdagi mavzumiz bo'linish belgilari. Bu yerda biz 5 va 10 ga, 3 ga, 9 ga, 2 ga hamda 11 ga bo'linish belgilarini ko'rib chiqamiz. Masalan, 5 va 10 ga bo'linish belgilarini ko'rib chiqamiz. Qanday sonlar 5 ga bo'linadi? Agar sonning oxirgi raqami 5 yoki 0 bilan tugasa, bu son 5 ga bo'linadi. Faqat shu ikkita raqam bilan tugaydigan sonlargina 5 ga bo'linadi. Boshqa sonlar 5 ga bo'linmaydi. Misol keltiramiz. 15 5 ga bo'linadi, chunki bu son 5 bilan tugayapti. 120 5 ga bo'linadi. Sababi bu son 0 bilan tugayapti. 0 bilan tugaydigan sonlar 5 ga bo'linadi. Endi 10 ga bo'linish belgisini ko'rib chiqamiz. Qanday sonlar 10 ga bo'linadi? Faqat 0 bilan tugaydigan sonlargina 10 ga bo'linadi. 0 raqam bilan tugaydigan sonlargina 10 ga bo'linadi. Masalan, 10 ga bo'linadi. 150 10 ga bo'linadi. 0 dan boshqa raqam bilan tugaydigan sonlar 10 ga bo'linmaydi. Misol uchun 145 5 raqam bilan tugayapti, shu sababli bu son 10 ga bo'linmaydi. Endi 3 va 9 ga bo'linish belgilarini ko'rib chiqamiz. Agar sonning raqamlari yig'indisi 3 ga bo'linsa, bu son 3 ga bo'linadi. Misol uchun 18 raqamlari 1 va 8, raqamlari yig'indisi 1 qo'shib 8 9 ga teng. 9 3 ga bo'linadi, shu sababli 18 3 ga bo'linadi. Ikkinchi misol 42. Bu sonning raqamlari 4 va 2. Raqamlar yig'indisi esa 6 ga teng. 6 3 ga bo'linadi, shu sababli 42 soni ham 3 ga bo'linadi. Agar raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linmasa, bu son 3 ga bo'linmaydi. Misol keltiramiz. 16 raqamlar yig'indisi 1 qo'shib 6 7 ga teng. 7 3 ga bo'linmaydi. Demak, 16 ham 3 ga bo'linmaydi. Endi 9 ga bo'linish belgisini ko'rib chiqamiz. Bu yerda ham agar sonning raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, u holda bu son 9 ga bo'linadi. Misol uchun 27 raqamlar yig'indisi 2 qo'shib 7 9 ga teng. 9 9 ga bo'linadi, shu sababli 27 9 ga bo'linadi. Biz buni ko'paytirish jadvalidan ham bilamiz. Masalan, kattaroq sonni olib qarashimiz mumkin. 8 0 0 0 0 1. Mana bu son 6 xonali son 9 ga bo'linadimi yoki yo'qmi? Bo'lmasdan qanday tekshirishimiz mumkin? Raqamlar yig'indisini topamiz. Raqamlar yig'indisi 8 qo'shuv 0 qo'shuv 0 qo'shuv 0 qo'shuv 0 qo'shuv 1. Raqamlar yig'indisi 9 ga teng. 9 9 ga bo'linadi. Shu sababli mana bu son ham 9 ga bo'linadi. Agar raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linmasa, u son 9 ga bo'linmaydi. Misol uchun 2014 9 ga bo'linadimi yoki yo'qmi? Raqamlar yig'indisi 2 qo'shuv 0 qo'shuv 1 qo'shuv 4 7 ga teng. 7 9 ga bo'linmaydi. Shu sababli 2014 soni ham 9 ga bo'linmaydi. Keyingisi 2 ga bo'linish belgisi. Agar sonning oxirgi raqami 0, 2, 4, 6 yoki 8 ga teng bo'lsa, u son 2 ga bo'linadi. Boshqa raqamlar bilan tugaydigan sonlar 2 ga bo'linmaydi. Misol keltiramiz. 30 2 ga bo'linadi, chunki oxirgi raqami 0 ga teng. 0 bilan tugaydigan sonlar 2 ga bo'linadi.
12 2 ga bo'linadi. Chunki 2 bilan tugayapti. Bunday sonlar 2 ga bo'linadi. 46 oxirgi raqam 6 ga teng. 6 bilan tugaydigan sonlar 2 ga bo'linadi. 58 2 ga bo'linadi. Chunki 8 bilan tugayapti. 8 bilan tugaydigan sonlar 2 ga bo'linadi. Shu sababli 58 2 ga bo'linadi. Endi 11 ga bo'linish belgisini ko'rib chiqamiz. Buning uchun quyidagi sonni ko'raylik. Bu yerda sonning toq o'rindagi va juft o'rindagi raqamlari yig'indilarini ko'rib chiqamiz. Juft o'rindagi raqamlar yig'indisi 2-o'rindagi, 4-o'rindagi va 6-o'rindagi raqamlar yig'indisi. 9 qo'shuv 8 qo'shuv 8 25 ga teng. Endi toq o'rindagi raqamlar yig'indisini topamiz. 1 0 2 ya'ni 1-chi, 3-chi, 5-chi o'rindagi raqamlar yig'indisi. 1 0 2 sonlarning yig'indisi 3 ga teng. 11 ga bo'linish belgisi quyidagicha. Agar sonning juft o'rnidagi raqamlar yig'indisidan toq o'rindagi raqamlar yig'indisini ayirganimizda, ya'ni 25 dan 3 ni ayirsak 22 hosil bo'ladi. Ayirganimizda hosil bo'lgan son 11 ga bo'lsa, bu holda berilgan son 11 ga bo'linadi. Yana bir marta takrorlayman. O'rta son berilgan bo'lsa, uning juft o'rindagi raqamlar yig'indisini topamiz va toq o'rindagi raqamlar yig'indisini topamiz. Ularning ayirmasini ko'ramiz. Agar shu ayirma 11 ga bo'lsa, u holda berilgan son 11 ga bo'linadi. Mana bu yerda 22 11 ga bo'linadi, shu sababli bu son ham 11 ga bo'linadi.